Ko'p ayollar erini romantik emasligidan, mehr ko'rsatmasligidan noliydi. Hey opalar, singillar, eringiz sizni boqishlik yo'lida haloli pokdan to'rtta non ko'tarib kelyaptimi? Biling, mana shu eng zo'r romantika hisoblanadi. Mana shuni bilib oling. Sizni kamchiliklaringizni to'ldirish maqsadida ko'chada yuribdimi o'sha erkak? Biling, sizga eng zo'r romantikani qilyapti. Pul topish yo'lida terga botib sasib ketgan bo'lsa ham, siz uchun eng shirin erkak, eng romantik erkak ana shu bo'ladi. Internetda 30 sekund baxtli bo'lib yurgan odamlarni ko'rib, eringizni boshini yemang. Baxtli hayot. Ularda hayoti baxtli hayot emas. Siz hayotingizga nazar soling. Eringizda nima bor? Qanaqa xislat bor? Ana shu siz uchun eng zo'r romantika bo'lsin. Eridan romantika kutib yashaydigan ayollar uzoqqa bormaydilar. Mehr kutayotgan ayollar uzoqqa bormaydilar. Ular mehrni eridan his qilishlari kerak, tuyishlari kerak. Erini har bir qadami, erini har bitta bosayotgan qadami, har bitta qilayotgan ishi ayoli uchun romantikadan